Assalomu alaykum. Vatandosh Turkiya kanaliga xush kelibsiz. Fevral oyida Turkiya va o'zbekistonliklarga oid muhim voqealar tafsilotini Istanbuldan ko'rsatamiz. Turkiya va O'zbekiston rasmiylarining uchrashuvlari. Jasad topilmadi, janoza o'qildi. Bir uydagi ikki qotillik bo'yicha yangi tafsilotlar. O'zbekiston Turkiyadagi vatandoshlar uchun iftorlik beradi. Iftorlik qayerlarda o'tkaziladi? Ushbu dasturimizda ko'ring. Fevral oyi o'zbekistonliklarning Turkiyaga kelishi ko'payganligi haqidagi xabar bilan boshlandi. O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2025-yilda 300 mingga yaqin o'zbekistonliklar Turkiyaga safar qilgan. O'zbekistonliklar ko'payayotgan joyda qadriyatlari, madaniyatlari ham yoyilishi tabiiy. O'tayotgan oyda turk olamining ikki buyuk siymolari Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazildi. Ankarada Alisher Navoiy haykali poyiga gullar qo'yildi. Istanbulda esa Navoiy va Bobur ijodi xotirlanib, ma'naviy ma'rifiy anjuman tashkil etildi. O'tayotgan oyda Durdona Hakimovaning vahshiyona o'ldirilishi bilan bog'liq ikkinchi qotillik ma'lum bo'ldi. Namanganlik Sayyora Ergashaliyeva ham ayni uyda o'ldirilib, jasadi bo'laklarga bo'lingani, so'ngra chiqindi qutilariga tashlangani aniqlandi. 32 yoshli Sayyora Ergashaliyevaning jasadi bo'laklari hanuzgacha topilmadi. Istanbuldagi o'zbek ayollari huquqlarini himoya qilish jamiyati Ramazon oyi munosabati bilan iftorlik dasturxonini yozdi. Iftorlikda marhumaning ota-onasi ham ishtirok etdi. Marosimda Istanbulda qurbon bo'lgan o'zbekistonlik ikki ayol haqqiga Qur'on tilovati qilindi. Darnak rahbari Ozoda Islomova uzoq muddatli natijasiz qidiruvlardan so'ng Sayyora Ergashaliyevaning ota-onasi O'zbekistonga qaytishga qaror qilgani va bu borada jamiyat ularga yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Shuningdek, jamiyat tomonidan jasadi topilmagan marhumaga janoza namozini o'qishga ruxsat berilishi uchun Shishli hokimiyati va muftiyatiga ariza bilan murojaat qildi. Rasmiy ruxsatga ko'ra 26 fevral kuni Shishli Fulya Mehmetchik jomesida Sayyora Ergashaliyevaga g'oyib janoza namozi o'qildi. Shuningdek, o'tayotgan oyda O'zbekiston va Turkiyaga daxldor bir qator rasmiy tadbirlar o'tkazildi. Jumladan, Turkiya, Eron, O'zbekiston transport sohasida 3 tomonlama uchrashuv bo'lib o'tdi. Istanbulda Islom hamkorlik tashkilotining transport vazirlari yig'ilishida O'zbekiston vakillari ishtirok etdi. Istanbul nashriyot hamkorligi dasturi doirasidagi nufuzli tadbirlarda O'zbekiston nashriyotchilari ishtirok etdi. Turkiyaning Ege universiteti Toshkent shahrida to'qimachilik, teri va moda dizayni fakulteti tashkil etilishini ma'lum qildi. Istanbulda O'zbekiston va Turkiya ta'lim, oila, ayollar masalalari bo'yicha rasmiy idoralar va sohaga oid tashkilotlar vakillari hamkorligida oilani mustahkamlash mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Turkiya mehnat vazirliklari rasmiylari uchrashuvida mehnat sohasidagi hamkorlik masalalari muhokama qilindi. O'tayotgan oyni Ramazon o'z shukuhi bilan bezamoqda. Turkiyadagi o'zbekistonliklar ham Ramazon ne'matlaridan bahramand bo'lishayapti. Kanalimizda Turkiyaning Diyonat vaqfi O'zbekistonda 1000 ga yaqin oilalarga xayriya yordami yuborganini ma'lum qilgan edik. Turkiyaning o'zida ham o'zbekistonliklar ishlaydigan ko'plab tashkilotlarda iftorlik dasturxonlari yozilmoqda. Bu yil vatandan tashqaridagi o'zbekistonliklar uchun xayrli ishga qo'l urildi. O'zbekiston hukumati tashabbusi bilan Ramazon oyida xorijdagi vatandoshlar uchun iftorlik tadbirlari o'tkazilmoqda. Ular 10 ta davlatdagi 50 ta shaharni qamrab oladi. Tadbirlar O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan elchixonalar va konsulliklar orqali Musulmonlar idorasi, din ishlari bo'yicha qo'mita bilan hamkorlikda tashkil etilmoqda. O'zbekistonning Turkiyadagi vatandoshlari uchun beriladigan iftorlik mart oyida o'tkaziladi. Unda Turkiyada yashab ishlayotgan, o'qiyotgan o'zbekistonliklar taklif qilinadi. Bu haqda batafsil ma'lumotni keyingi videolarimizdan bilishingiz mumkin. Turkiya va o'zbekistonliklarga oid voqea va xabarlarni bilib turish uchun bizga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ulashing. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda Vatandosh Turkiya deb toping.